Yo'q, Nozima Zayniddinova, bu sizga emas. Bugun ham homilador bo'lgan bemorimiz borlar. Juda ham xursandman. Sizlarga juda ham katta rahmat. Mana shunday imkoniyatlar bor ekan, hamma yili kelinglar, kutmanglar. 10 yillab. Siznikiga necha yil bo'ldi? 10 yil bo'ldi. 10 yil. 10 yil birlamchi. Kutmanglar. 3 yil, 4 yil уже normalniy, уже bo'lmadim kelaveringlar. Nozima opani oldiga kelinglar, hammalaringiz. Juda ham mehribon, juda ham tushunadigan, yaxshi insonlar. Hamma analizlarini nima bo'lsa doim telefon orqali kechasimi kunduzimi farqi yo'q. Unaqa demang. Fidoyilar. Rahmat. Rahmat. Sizga ham juda rahmat, kattakon rahmat. Klinikasi menga juda ham yoqdi. Muomalalari, nimalari, hammasi, analizlari yaxshi chiqar ekan, yaxshi. Hammanglar ishni tavsiya qilaman. Rahmat. Bildirgan ishonchingiz uchun sizlarga ham kattakon rahmat. Agardaki sizni oilangizda, tanishlaringizda shunaqa muammolar, bepushtlik bilan bo'lgan muammolar bo'ladigan bo'lsa, unda klinikamizga bemalol murojaat etishingiz mumkin.